madhiyasi tilla etdi shod. Vatanim bayrog'i millatim nomi dunyo ahli uchun singdi bo'lib yod. Mundial orzusi ro'yobga chiqib, muxlislar bir olam quvonch zavq oldi. Eldorning betakror yagona goli FIFA tarixida abadiy qoldi. Assalomu alaykum. Mana shunday tarixiy natijalar bilan dunyo sahnini zabt etishdan charchamayotgan yangi O'zbekistonning shijoatli, g'alaba sevar yoshlari ovoz ilashtiryapti. Assalomu alaykum. Umrini, hayotini vatanni himoya qilishdek sharafli kasbga yo'naltirgan aziz fidoyilar, xonimlar va janoblar. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan barchangizni muborakbod etamiz. Bundan 35 yil oldin murakkab tarixiy sharoitda qo'lga kiritilgan eng ulug', eng aziz vatanimiz mustaqilligining bugungi kunda ko'p millatli xalqimizda yangi O'zbekistonni barpo etishdek buyuk maqsad yo'lida bir chipslashtirib, yangi yutuq va yangi marralar sari chorlamoqda. Mana shunday kunlarda ko'p sonli o'g'il-qizlarni o'z atrofida birlashtira olgan Davlat xavfsizlik xizmati kubogining final bahsida siz bilan diydordamiz. Yangi O'zbekiston yangi marralar, yangi tarixiy g'alabalar bilan allaqachon shuhrat qozona boshladi. Vakillarimiz jahon arenalarida qo'lga kiritayotgan natijalari o'sib kelayotgan yosh avlodni sport bilan hamnafas bo'lishlariga undashi aniq. Albatta, so'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning tashabbusi bilan mamlakatimizda futbolni ommalashtirish, iqtidorli futbolchilarni professional tayyorlashni yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha 10 dan ortiq muhim farmon va qarorlar qabul qilindi. Yoshlarni sport bilan do'stlashtirish, ular orasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, futbol sport turini yanada ommalashtirish maqsadida Sog'lom yoshlar yangi O'zbekiston kelajagi shiori ostida Davlat xavfsizlik xizmati kubogi 6-marotaba tashkil etilmoqda. Marhoja, keling raqamlarga murojaat qilsak. 2021-2025-yillar davomida mazkur kubok bahslarida respublikamizdan jami 1.102.000 nafar yoshlar kubok doirasida birlashishdi. 2026-yilda 262.000 nafar yoshlar ham qamrab olindi. Hurmatli tomoshabinlar, futbol shinavandalari, ana endi esa maydonga bugungi final o'yini ishtirokchilarini olqishlaringiz ostida taklif qilamiz. Qarsaklar bilan qarshi olamiz. Qadrli do'stlar, bugungi futbol bayramini ochiq deb e'lon qilamiz. Assalom ona yurt, tonglar o'lkasi, tarix tavsifingning yo'q nihoyasi. Senga bag'ishlanur muqaddas qo'shiq, bu o'zbek elining o'z madhiyasi.